Hadislarning eng buyuk olimlaridan biri Ibn Abu Xotimdan rivoyat qilinadi. U aytadiki, iblis Alloh subhanahu va taoloning oldiga keladi. Bu u jannatdan quvlashdan oldin yoki quvlayotgan vaqtda bo'ladi. Iblis Alloh subhanahu va taologa duo qilib shunday deydi: "Ey Alloh, sen meni odam bolalari ustidan fitna qilishim uchun yaratding. Odam bolalari ustidan fitna qilishim uchun hech qanday kuchim yo'q. Faqatgina sen izn bersangina bo'ladi xolos. Bas menga odam bolalari ustidan fitna qilishim uchun yetarli bo'ladigan kuch ber." Shunda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Men senga berdim." So'ng shayton aytadi: "Ey Alloh, menga ko'proq ber. Meni bunda quvvatlantir." Yaxshilab tinglang. Alloh aytadi: "Qachonki odam bolasi tug'ilsa, senda ham boshqa shayton bolasi tug'iladi." Bu dunyoda vujudga kelgan har bir inson uchun bir shayton ham vujudga kelishini anglatadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo aslida shaytonga avlod yetishtirishga va ko'plab bolalashga izn berdi. Bu dunyoda tug'iladigan har bir odam bolasi uchun yana boshqa bir shayton vujudga keladi va shayton yana aytadi: "Ey Alloh, men uchun uni ko'paytir." O'sha vaqtda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Sen uchun odam bolalarining qon tomirlarida qon suzgani kabi suzish imkoniyatini beraman." Demak, Alloh unga bizning tanamiz bo'ylab yurish qobiliyatini beradi va bizning xayollarimiz bilan o'ynashadi hamda sezilmaydigan darajada ongimizga pichirlaydi. Xuddi bu bizning ichki o'ylarimizdek tuyuladi. Aslida esa bu shayton bo'ladi. O'zining eng yomon va jirkanch so'zlarini ongimizga qo'yadi, quloqlarimizga pichirlaydi. So'ngra shayton aytadi: "Ey Robbim, undan ham ko'proq ber. Menga undan ham ko'proq ber." So'ng Alloh subhanahu va taolo bir oyatni nozil qildi va u: "Ey shayton, o'z kuchlaringni yig', o'z lashkarlaringni yig', o'z otlaringni yig', jahannam olovidan yig'q. Ularni barchalarini yig' va shaytonlardan bo'lgan qo'shinlaringni, jinlarni yig'q. Va bor odam bolalariga urush e'lon qil. Wajlib alayhim bi khaylika wa rajlika." Va bor yovuz kuchlaring bilan ularni yo'q qil, bor va hujum qil. Hamda ularga osmon va yerdagi barcha narsani va'da qil. Va Alloh aytadi: "Wa ma ya'iduhum ash-shaytonu illa ghurura." Shayton nimani senga va'da qilsa, bu sarobdan boshqa hech narsa emas. Bu orzu havasdan boshqa hech narsa emas. Bu shunchaki uning ko'rinishi, soxta xolos. Bu yolg'ondan o'zga narsa emas. Bu hadis davom etadi va unda aytiladiki, Odam alayhissalom iblisning bu duosini eshitdi. Hamda Alloh subhanahu va taoloning oldiga bordi va dedi: "Ey Robbim, sen shaytonga mendan da ziyodroq kuch va qudrat berding. Endi menga nima berasan, ey Alloh? Menga ham nimadir inom et." Va Alloh aytadi: "Dunyo hayotida bir farzanding tug'ilar ekan, men unga 2 farishtani yuboraman. Bitta emas, bir shaytonga qarshi uni doimo shaytonning yomonligidan himoya qilib yuradigan 2 farishta. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi va min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bu oyatda nima deyilmoqda? Uning oldidan ham ortidan ham taqiq qiluvchilar bor. Ular uni Allohning amri ila hifz qilib tururlar. Ma'nosi shuki, bizda har qanday vaqt biz bilan 5 ta farishta bor. Shayton esa bitta dushman. Lekin bizda har qanday vaqt 5 ta farishta bor. Ikkisi bizning amallarimizni yozib turadi. Biri o'ng va boshqasi chap tarafimizda va ikkitasi bizni oldi va orqa tarafimizdan himoya qilib turadi. Va ular ham o'zaro almashib turadilar. Va 5-inchisi esa quloqlarimiz ichiga pichirlab turadi. Yaxshilik qil, yaxshilik qil. Subhanalloh degin, alhamdulillah degin, Allohdan o'zga iloh yo'q de. Va u bizning yutuqli tarafimiz. Naqd 5 ta farishta. So'ng Odam alayhissalom xursand bo'ldilar va ular aytdilar: "Ey Alloh, menga ko'proq ato et." Va Alloh subhanahu va taolo unga dedi: "Har bir yomon amalga men bir gunoh yozaman yoki o'chirib yuboraman, ya'ni mag'firat qilaman degani. Ammo har bir yaxshi amalga men 10 ta savob yozaman." Va u xursand bo'lib ketdi va u: "Ey Alloh, menga ko'proq ber" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo javob qildi: "Men senga ruh tanani tark etmaguniga qadar mening tavba eshiklarim abadiy ochiqligini va'da qilaman." Ruh tanada bo'lgan vaqti mobaynida deyilishi Alloh subhanahu va taolo bizni har doim mag'firat qiladi ma'nosida keladi. Keyin Odam alayhissalom, bizning otamiz 5-marta so'raydilar: "Ey Robbim, ziyoda qil." Shunda Alloh subhanahu va taolo javob qildi: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Sen ey o'zlariga jabr qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Aslo noumid bo'lmang. Hattoki shubha ham qilmang. Chunki Alloh bizni juda ham yaxshi ko'radi. U biz haqimizda juda ko'p qayg'uradi. U haqiqatan ham bizlar jannatda bo'lishimizni istaydi. U bizni aslo jazolash uchungina yaratgan emas.
Albatta Alloh barcha gunohlarni mag'firat etar. Alloh kechirishni yaxshi ko'radi va u har bir gunohni sening o'tmishingdagi, hozirgi va kelajakdagi gunohlaringni kechiradi. Agar tavba qilsang, albatta uning o'zi o'ta mag'firatli va o'ta rahimli zotdir. وأنيبوا إلى ربكم. Sizga azob kelishidan avval Robbingizga qayting va qayting. Barcha insonlar qaytinglar. Robbingizga birgalikda qayting. Alloh subhanahu va taologa pushaymonligingizni ayting va unga itoat qiling. O'zingizni nadomatingiz bilan afsuslanib tavba qilish nimani anglatadi? Unga eng yaxshi ko'rinishlar ila itoat qiling. To'liqligicha itoat qiling va Allohga to'liq itoat qilishlikdan biri bu namozdir. Biz Allohga o'zlarimiz bilan itoat qilamiz. Shuningdek, biz Qur'on va zikrdan boshqa hech narsa haqida gapirmaymiz. Biz tashqi ko'rinishimiz bilan Alloh azza va jallaga itoat qilamiz. Agar biz rukuni yoki sajdani yoki qiyomimizni namozda to'liq ado etsak va biz ongimiz bilan Alloh azza va jallaga itoat qilsak, Alloh tabaraka va taolodan o'zga narsa haqida o'ylamaymiz. Except Allah subhanahu